seni deymi. Ökçeydiniz dadasız azir, ne günler ne geçirip baştı. Muşa havşanyençilik takısa noktalıkını kesip sana Allah'a affettirdi. Siz nasıl karar kılarken mi Mevlana efendim? O? Xotendim bekcik. Şuna ayrılmak yapsa bura. Ha, Xotendim. Mini dep gelgen bu Bu Sivak makamına Senem kısmını bir tekse şuna işittik. Şu kulaklarım uzurap gitti. Mıhtığım mı kemey atıdı bu yigitni çok. Tilik erkin alatda özünüz bir parça ot bolup hayacan bilan etdiniz şu bizni hayacanlandırıp etdiniz. Şuna tukam sana tavsiyem sen hazır derhal şu Aygül malımның abdesini sana öğrendiğinge çin dilan bu rahmet eyletir. Udur yerip gelgenim var. Kıskanlıklardı yok. Kırışıktan ağlısı degen bilen sen. 80 qamchi urg'an bilan yarim o'zimni bog'indaydi yong'indaydi maylim o'zimni. Onda olsa biz ustozlarning bir fikrini anglab baqilma. Yaxshi bo'ldi ya. Sana nima yaxshi bo'ldi? Ustozlar men uchun O'rindiq aylandi. o'rindiq aylandi bek xush bo'ldim. Men mi shundan xush bo'ldim? Hayajonlanib ketib barina hazrat. Voy buni uni nimanda? Siliq ovozga mablag siliq. Shunda qamlashgani egiz bo'y oldi bu qo'shimcha gaplar. Naqshini bek chiroyli aytdingiz, puraqlar, hissiyotlar joyda. Ovozning bek chiroyli tambakan. Men yaxshi ko'rib o'rildim. Mening gruppam sizni qarshi oladi. Mening gruppamga kelgan har bir mahir mening gruppamga kiritilgan shu kun shu minut shu vaqtdan boshlab mangulik bir gruppa bir oila Yipak yo'li jarayonida bo'lsin va Yipak yo'lda keyingi bo'lsin bizniki san'at yo'llarimiz davomli birga har bir ishlarda birga bahramand bo'lib birga qo'l tutishib san'at yo'llarimizni birga davom etamiz. Mening gruppam sizni qarshi oladi. Bundan mı artık tartışma olanda? Şundaq tekstlar, şundaq ambab ahanlarga xalq tekstlarimi şundaq yarışıdı. Şu bir men uchratgan yaxshi bir uslubgan. Mening gruppamni qarshi oldi. Oxirgi qarorim deb e'lon qilsa.